Andijonda 42 yoshli erkak boshqa bir fuqaroga xususiy bog'cha ochishi uchun tanishlari orqali litsenziya olib berishni va'da qilib, buning evaziga katta miqdorda pul olayotgan vaqt tegishli organlar tomonidan qo'lga olindi. Aniqlanishicha, 1984-yilda Andijon tumanida tug'ilgan shaxs Baliqchi tumanida yashovchi. 1974-yilda tug'ilgan fuqaroga xususiy maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish uchun go'yoki yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali litsenziya hamda boshqa zarur ruxsatnomalarni olib berishni va'da qilgan. Buning evaziga u jami 10 ming AQSh dollari talab qiladi. Kelishgan mablag'ning 5 ming AQSh dollarini Andijon shahrida olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlandi. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonunni chetlab, noqonuniy yo'l bilan manfaat orttirishga uringanlar, unutmang, bunday qilmishlar javobsiz qolmaydi.